Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu ala rasulillah. Ammo ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aziz vatandoshlar, Alloh taolo va uning kalomi bizga eng katta dastur. Chunki u kalomullohda bizni saodatimizga yetaklovchi barcha tavsiyalar berilgan. Shundan biri inson o'zini yashab turgan vatanini, diyorini, mahalla ko'yini va o'sha yashab turgan atroflarini obod qilib, tozalik bilan istiqomat qilish. Albatta dinimiz tozalikka buyuradi, ozodalikka buyuradi, obod qilishlikka buyuradi. Zero Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladiki: "Huvallazi ansha'akum minal ardi vasta'marakum fiha." U Parvardigorlaring sizlarni turpoqdan yaratib, yer yuzini obod qilishlik uchun sizlarni qo'ydi deb Alloh taolo amr qiladi. Demak, mana shu oya karimada inson bolasi o'zini yashab turgan diyori, mahallasi, uy joylarini va atrof aknoflarni obod qilishlikka Xudo ishora qilyapti. Hazrat Payg'ambarimiz alayhissalom marhamat qildilarki, bir musulmon odam bir ko'chat ekadimi yo bir urug' ekadimi, bundan bir inson yeydimi yo bir hayvon yeydimi, hatto bir ari yeydimi, hatto o'g'irlab ketiladimi dedilar. Hammasi shu ekkan odamni, ziroat qilgan, obod qilgan odamga sadaqot bo'lib yoziladi. Shuning uchun bugungi kunda yashab turgan joylarimizni mana odamlar, albatta ba'zi bir odamlar, hushyor odamlar mana obod qilyapti. Ba'zi joylarda beparvoliklar ham bor, lekin bunga beparvo bo'lmasdan, bu ayni savobli, ayni bir ulug' ishki, bunga musulmon odam beparvo bo'lmasligi kerak. Chunki odamlar bir hatto meva qilmadi, meva qilsa-yu qancha savob ekan. Agar bir mevasiz daraxt bo'lsa ham, bir mo'minlarga bir soya salqini bilan manfaati yetsa ham, bu ajr bor, bunda savob bor. Xarob yotgan joylarga qo'limizdan kelgancha bir narsani ekib, darrov u ko'cha bo'ladigan bo'lsa, mana rayhonlar ekib, yoinki bir odamlar o'tadigan joy bo'lsa, bir soya salqinli narsalarni ekib, obod qilishlikka biz himmat qilishimiz kerak. Nima uchun? Chunki payg'ambar alayhissalom kim bir qarovsiz turgan joyini bir ekib, obod qilib, odamlar ko'rsa xursand bo'ladigan darajaga olib kelsa, Alloh taolo u odamni shu savob umidida qilganligi uchun ishlariga baraka beradi. Xudoni yordami shu odam bilan bo'ladi dedilar. Haqiqatda o'zi amallarning ichida ham eng afzal amal qaysi amal deb so'ralganda, payg'ambar alayhissalom mo'min odamni qalbini xursand qilishlik dedilar. Bir joyda bir odam mana bugungi kunda havo issiq kunlarda bir soya salqin daraxt ekib qo'ysangiz, shuni soyasida dam olsa qancha xursand bo'ladi. O'sha odamni haqqiga obod qiladi. Agar bir joydan rayhonlar ekilgan, gullar ekilgan bo'lsa, uni xushbo'y hidlari taralib tursa, bu qanday xursandchilik. Chunki payg'ambar alayhissalom yaxshi ko'rardilar gullarni, xushbo'y hid taratadigan, ayniqsa rayhonni yaxshi ko'rar ekanlar. Bir hadislarida man arada alayhi rayhan fala yarudda, aytdilarki, bir odamga bir rayhon berilsa, bir gul berilsa, hargiz uni qaytarmasin, qabul qilsin, chunki uni hidi xushbo'y, o'zi bir yengil gul u dedilar, marhamat qildilar. Juda yaxshi ko'rardilar. Hatto obod bo'lsa, xushbo'y narsalar taralib tursa hidi, shunaqangi bir obod salqin joyga bir joy aylansa, kitoblarda mana hatto o'sha joydan jinlar, shaytonlar ham ketadi deganlar. Aksincha u joy obod bo'lmasa, xarob bo'lsa, har xil axlatlarni u yerga olib chiqib tashlaversa, o'sha joyda jin, shaytonlar ko'payib, insonlarga yetadigan ma'naviy zararlar ko'payib ketadi deganlar. Shuning uchun hammamiz ham ana shunday manfaatli, odamlarni qalbiga xursandchilik olib kiradigan amallarga himmat qilib, mana shu yuqoridagi oyat hadislarga amal qilib, yashab turgan uylarimizni, ko'chalarimizni, ishxonalarimizni, masjidlarimizni, hatto qabristonlarimizni ham ana shunday obod qilsak, inshaalloh tirikka ham, dunyodan o'tganlarimizga ham juda katta manfaati bor. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.